Kommentariyada beda press sotayotganlarga avvalambor assalomu alaykum. Shu nima qilasizlar? Shunaqa e'lon berib, aslida beda pressinglar yo'q, tan olinglar. Men bittasini ko'rdim, kommentariyaga yozibdi. Beda press sotiladi deb. U anaqasida profilida bitta ham rasm, video anaqa yo'q. Aka, qo'ysangiz, to'g'risini ayting, domda turasiz-ku, to'g'rimi? Va mana qaysi odam ko'rgansizlar? Instagramdan, internetdan beda sotib olganini. Ha? Misol uchun, ana qarang, beda press sotilar ekan. Qancha ekan? Qaramayın ekan. Srazu buyurtma qil demaydi-ku. Mana bittasi aytib chiqibdi. Beda press jonga tegdi, unaqa qilmanglar, u bu bir balolar debdi. Kommentariyasiga kirsam, bittasi it otamiz. U beda press haqida gapiryapti. Qanaqasiga sizlar it otishinglar mumkin. Mayli o'zinglarning sohanglarda mayli it otib yuraveringlar-ku. Kommentariyaga nima qilasizlar u? Yana tagiga raqamini ham qoldirib qo'yibdi. Keyin yaxshi oxirgi kunlarda ancha to'xtab qoldi. Hozir anaqaga o'tibdi. Mosh press, yana nima? Yana bir balolar press, nima ekin bo'lsa o'shalarni presslab sotishyapti. Anaqa. Yer yong'oq press. Instagramdan ko'ra ko'proq YouTube kommentariyasi ancha odobliroq, ancha saviyaliroq deb o'ylayman. Shuna kiradi, ikkita stiker bosib, qo'llab-quvvatlab chiqib ketadi. Sog' bo'linglar.